Akalar, ushbu komplektimizga 2,5 million so'mdan aksiya qilib bersak, ya'ni 2,5 million so'm narxidan shunday o'tib bersak, qolgan bo'ladimi deylar. Ushbu komplektimiz juda ham chiroyli, juda ham sifatli chiqqan komplektimiz. Biz bunga har xil nom beryapmiz. Atirgul deb ko'ryapmiz yoki bo'lmasa yana qanaqadir nomlar beryapmiz. Sizlar qanaqa nom bergan bo'lardinglar, do'stlar? Fikirlarni men kommentariyada kutib qolaman. Xudo xolasa, ishni sifati juda ham go'zal holatda chiqqan. Shu komplektimizga shunchaki 2,5 million so'm skidga qilib beramiz. Do'stlar, 2,5 million so'm va Ahmad og'zidagi gap emas. Ishoninglar, xudo xolasa bugun narxlarimiz ancha arzon bo'ladi. Ushbu komplektimizning nomi Xurram hisoblanadi, do'stlar. U ham o'ziga yarasha salobati bor. Uyga kirganda uyni shunchaki ochib qo'yadi. Qolgan odam maza qilib o'tirib foydalanadigan komplektimiz hisoblanadi. Usta bilan gaplashdim. Usta aka, siz obunachilaringizga bu komplektimizni ham eng kamida 1 million so'mdan skidga qilib beraman dedi. Faqat videoda oxirigacha ko'ringlar, do'stlar. Akalar o'tirganda boru sidenalarni sakratib yoradigan qilib ishlashib qo'yibdi. Bitta sidenasiga alohida e'tibor beringlar. Bilmayman, 15 sm qilib ishirilganmi? Hozirgi kundagi eng trenddagi kaplak fason. Bundan tashqari juda ko'pchilik so'rayotgan korishneviy rangdagi Cobra fasondagi model ham bor. Xudo xolasa sifati o'ta yuqori. Agar sizda arzonroq variantda stol sulamoqchi bo'lsangiz, 12 talik komplektlarimiz ham eng arzon variantlari bor. Endi bitta narsani aytib qo'yishimiz kerak. Arzon degani bu sifatsiz degani emas. Ustaga tan narxi arzonroq bitadi, shuning uchun arzonroq narxda sotadi. Xullas do'stlar, sizlar Mebelchi kanalidasizlar. Bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar. Stavka xizmati va sexta adresini ustani o'zidan bilib olamiz. Videoda yoqsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun shunchaki ko'rib maza qiladigan video bo'ladi, do'stlar. Xo'p, usta, men videoda boshida aytdim, ushbu naborga, chunki bu zo'r chiqqan ekan, 2,5 milliondan skidga qilib beramiz dedim. Do'stlar, men o'zimning gapim emas, men ustaning gapini gapiraman har doim. Lekin bitta narsa, o'g'il bola aytgan so'zdan chiqish yo'q. Yigit so'zidan, arslon o'zidan qaytishim yo'q. Agar 2,5 million so'm skidga bo'lmasa, bo'lmaydi lekin. Men obunachilarimizga va'da berib qo'ydim. Gap lekin. Bo'ldi, beramiz. Qaytishim yo'q. Qaytish yo'q. Do'stlar, usta 5 tashadi, qaytish yo'q. Shu naborslarga qiziq bo'lsa, videoda shunchaki oxirigacha ko'ring. Video davomida narxini aytib o'tamiz. Usta Ravshanbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jiyimsanmi, ishlaring yaxshimi? Ravshanbek, sexga keldik. Ishlar har doimgidek go'zal, gap so'z yo'q. Obunachilar bilan salomlashib, dastlabki sexta adresi. Assalomu alaykum, Mebelchi kanal obunachilari. Xudo xolasa, sizlarga bugun tayyorlagan komplektlarimizni video obzorini, ma'lumotlarni to'liq berib o'tamiz. Xudo xolasa, sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Xo'p, yetkazib berish xizmatlarimiz qanday bo'lyapti? Yetkazib berish, dastavkalar O'zbekiston, qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonlargacha bor. Xudo xolasa xizmatlar, dastavkalar ishlayapti. Albatta kelishilgan narxlarda. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Sexta adresi Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Oltinko'l tumani ijtimoiyat mahallasida. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar shu sexga kelib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, birinchi shu variantdan ketaveramiz bo'lmasa. Endi arzondan boshlasak, birinchi sal arzonroq ishlarimizdan komplektimiz doimgasi standartda qilingan 12 talik komplektimiz. Stullarimiz yog'och doimgidek lissiva yog'ochidan tayyorlangan, rossiyskiy, ranglaklari turetskiy klassikadan foydalanganmiz. Chesterli qilib, atachento materialdan foydalanib tayyorlangan. Gap yo'q. Stolning razmeri o'ziga moslangan holatda 2.75 ga burun holatda tayyorlaganmiz. Son taxta vazifasini ham bajaradi. Orqa tomonlarini ham bitta ko'rsataylik-da, pardali broshkali. Pardali broshkali qilib tayyorlangan. Gap yo'q. Xudo xizmati behijot bunga. Xon taxta bo'ladi. Stol xon taxta bo'ladi. Narxi necha pul buni endi? Bu narxini ko'tarmadik. Endi ko'tarsak, kimgadir og'ir keladi, kimdir qimmatlab ketdi, asosini degan savollar ham bo'ladi. O'shuning uchun narxini ko'tarmaslikka harakat qilamiz. O'tgan narxda qoladi. Oldin safar ham qo'ygandik, 3,5 million degandik. Bu holatda ham hozir bugungi kunda ham komplektlarimiz 3,5 milliondan 12 taga chiqaveradi. Endi hozir baribir sezon bo'lishiga qaramasdan narx-navolar oshgan, lekin eski narxda chiqaveradi. Yo'q, eski narxda chiqaveradi. Gap yo'q. Xo'p, endi buni xohlagan ranglarda tanlayverasizlar. Uylarda razmeriga qarab 14, 16, 24 talik, 36 talik ham chechak qilib berishaveradi. Rangi bilan material o'zgarsa, narx o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Endi bularimiz mana yong'oqdan qilingan. Bu komplektimiz haligi shampan rangdan, oq rangdan zerikanlar uchun eski o'zimizni haqiqiy mebellarga qaytgan rang, ya'ni korishneviy rangimiz. Buni modasi o'lmaydi umuman. Yo'q, o'lmaydi. Hozir ham buni xaridorlar mijozlari bor. Bor, ha. Bu komplektimiz 12 talik bu ham.
Stulni yog'ochi yong'oq yog'ochda o'sha korreshimiga moslanib tayyorlangan. Chesterli qilib barxtli materiallardan tayyorlaganmiz. Bu komplektimizni orqalari pardali qilib, chiroyli qilib tayyorlangan. Xudo xolasa yog'ochlarimiz 100% qurib, qaynatilgan yog'ochlar. Endi hozir buni stulini gabariti kattaligi hisobiga stol razmeri kattaroq bo'ladi. Ha, stol razmeri kattaroq bo'ladi. Bu stolimiz razmeri 320, eniga 120. Bu stolimizni ham xon taxta qilib foydalansa bo'laveradi. Xo'p, xon taxta qilsa bo'laveradi. Endi bunimiz narxi necha pul bo'lyapti hozirgi kunda? Bunimizning narxi 7,5 million, 7 million har xil ketyapti-da. Endi hozir endi mijozlarga ma'qul bo'lishi uchun narxini ozroq tushirib qo'yamiz. 6 million 800 ming so'mdan chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. 6 million 800. Qarashimay, mana shu rangda, xohlasa shampan rangi. Men bozorga chiqqanimda shu ishlarni sotilish narxini o'zim ko'rdim, do'stlar. Usta aytib o'tyapti. Realni 7 million eng kami bo'lmasa 7,5-8 milliongacha ham sotishyapti. Endi Mebel kanalining obunachilariga yana ham arzon narxda 6 million 800 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Xohlagan rangida shampan desanglar shampan, oq desanglar oq chiqarib beraveradi. Chiqarib beramiz. Endi qachonki xonni razmeri kattaysa, stullarning soni ko'paysa yoki ozaysa, shunda narx o'zgarishi mumkin. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Bunisi ham mana nima deydi? Nima deydi? 10 yildan beri modadan qolmayotgan komplekt bu. Kapalak fason. Kapalak fason. Endi bular endi avlodlari. Bu eski doimgi tayyorlab kelgan komplektlarimizni hozir kamyob, lekin modadan qolgani yo'q. Kapalak fason, atirgullik. O'rtasida yog'och plankasi bor. Bu ham yog'ochdan qanaqadir faneri yo boshqa narsa emas. Usturimiz karkas qismi ham yong'oq yog'och tayyorlangan. Materiallari gulli material qilib, sidney spinkasi bir xilda moslab qo'yilgan. Orqalari ham o'sha gullar bir xil kelgan. Ranglari shampan rangda. Buni ham stol katta razmer 320 120 xon taxta qilib foydalansa bo'ladi bu komplektimiz ham. Endi hozir bu anchadan beri bor, to'g'ri, lekin talab o'ta yuqori. Modasi haqiqatda o'lgani yo'q. Qancha bo'lsa shuncha ketayotgan komplekt hisoblanadi bu. Asosiysi 100% yong'oq, o'rtasida plankasi borligi uchun nihoyatda baquvvat stul hisoblanadi. Shunaqa. Bu komplektimiz endi hozirgi narxda chiqayotgan narxi bozorda aytib o'tganimizdek 7,5-8 dan sotilyapti. Endi bozorda holatiga qarab turib, bozorda misol bir xil narx usha bo'lmaydi. Bu komplektimizni 7 milliondan chiroq tayyorlab beramiz 12 talikka. To'g'ri. Yana shu joyga men bitta narsani qo'shimcha qilaman. Yana qaytarib aytaman, bozorga chiqib ko'rganimizda do'stlar, xuddi shu naborlarni koreshniy ranglarini 8,5 milliongacha sotishganini ko'rdik. Ko'zimiz bilan ko'rdik. Hozir koreshniy desanglar ham, bu rangda desanglar ham aytilgan narxda chiqarib beraveradi. Endi prosta olsanglar bo'ldi, do'stlar. Maqsad foyda ozroq bo'lsa ham xalqqa ko'proq mahsulot yetkazib berish arzon narxda. Endi buni materiallari 100% mo'shi material. Xudo xolasa turistik material, sidenalarni ham ko'ryapsizlar, juda baland qilib ishlashgan. Keyingisiga o'tamiz endi. Keyingisi endi o'sha doim qo'yib boramiz videolarga ham, zakazlarimiz ham bo'lib turibdi, bozorga ham tayyorlayapmiz. Xurram modelimiz. Buni ham modasi o'lmaydigan model. Yo'q, modasi o'lmaydi. Bu ham anchadan beri shu talabga binoan qilib kelinayotgan fasonlardan bittasi. To'g'ri. Endi buni nima deydi? Narxi balandroqligi uchun har doim kamroq bo'ladi, lekin nima deydi? Bitta odam olgan odamni qaritadi-da. To'ppa-to'g'ri qaritadi, chunki modasi ham o'tmaydi, xizmati ham uzoq qiladi. Endi buni hozir ko'ryapsizlar, mana gullariga alohida ishlovlar qilingan. Mana kamerani yaqinroq olib kelsa ham sifatiga bitta e'tibor beraverasizlar. Sifati vashi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oyoqlarigacha qaratamiz. Mana nihoyatda silliq, xuddi plastmassaga o'xshab chiqqan nabor. Zo'r chiqqan, lekin gap yo'q. Bu komplektimiz ham xudo xolasa sifati zo'r, behijolat, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Bu komplektning karkasi doimgidek yong'oq, xudo xolasa quruq, qaynatilgan yog'ochlarimiz. Hali ancha-muncha ham bo'lmaydi, sinib ketmaydi. Orqalari pardali, broshkalik qilib qilingan. Sidenalari ham turistik material qoplangan ekan. Hozir yaxshi materiallar qo'yilgan, barxtli material kombinatsiya qilganmiz. 100% mo'shi. 100% mo'shi xudo xolasa. Stol razmeri buniki ham katta, 320 120 xon taxta bo'lgan holatda. O'tgan safar videomizda akvariumni qimmat bahosidan qo'ydik. Unga ham zakazlar talablar ko'p bo'ldi. Endi xon taxta bo'lgan variantda qilib tayyorladik. Endi agar kimgadir kerak bo'lsa, simalali qilib akvarium o'ynab qo'yib chiqarib beraveradi. Faqat kelishiladi. Xo'p, bunimiz shu turishi necha pul endi hozir? Bunimizni hozir endi sezon bo'lgani uchun narxlari qimmat, to'g'risi. 10,5-11 millionga sotishyapti. Sotyapmiz o'zimiz. Sotilyapti. Bozor holatiga qarab sotilyapti. Endi bu komplektimiz xudo xolasa narxini o'ta baland aytmaymiz.
1,5-2 million skidga qilib Ha. 9 milliondan chiroq tayyorlab beramiz. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin, xalq maza qilsin do'stlar. 9 million so'mdan shu naborimizni shunday olinglar, maza qilib foydalaninglar. Xohlagan ranglarda chiqarib beraveradi. Endi agar simala deyilyapti, akvarium deyilyapti, lekin narxi qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Gap yo'q. Mana endi videoda boshida ko'rsatib o'tgan komplektimizga ham yetib keldik. Bu komplektimiz endi o'sha o'ta hashamdor bo'lgan, o'ta hasham yoqtiradigan mijozlarimiz uchun endi bu. Endi nima deydi? Hali bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydiganlarga ekanda bu. O'zi gabariti ham katta, gabaritiga yarasha narxi ham katta. O'zimizga katta odamlar oladi. Endi hali narx kattaligi hisobiga bizni kanal obunachilarga narxini kichiktirib qo'ydik. Do'stlar, bekarga 2,5 milliondan skidga demadik. Bu komplektimiz to'liq nom bermadik endi. Hamma joyda har xil nomlashyapti. Kimdir atir yo'l deyapti ekan buni. Boshqa fason deyapti, kimdir bambuk deyapti, kimdir katta bir graft fason deyapti buni. Endi biz har bir nom bermadik, endi bu nomni o'zlari mijozlarimiz qo'yib olishadi. Xohlaganisiga, qadriga qarab o'ziga yoqqanini-da, yoqqanini qo'yishaveradi. Bu komplektimiz ham plastmassa emas, lekin plastmassaga o'xshab ishlangan. Yong'oq bu 100%. Ha, bu 100% yong'oq tayyorlangan. O'zi bunday ko'targanda ham kilosi og'irligidan bilinadi. Akrilik laklar sepilgan, xudo xolasa suvga chidamli bo'ladi. Chesterli qilib biz tayyorlaganmiz, kombinatsiya qilib gulli materialga qoplaganmiz. Chester haqiqiy original Chester ekan do'stlar. Mana cho'tga chiqqan lekin gap yo'q. Xo'p. Oyoqlariga ham, oyoqlariga ham patinalar bilan kombinatsiya qilib ishlaganmiz. Oyoqlari ham ancha baquvvat ekan. Ancha baquvvat. Uni orqasiga parda zakaz bo'lgani uchun parda qilmadik. Komplektimizning orqasiga machalkalar qo'yib, yumshoq qilib tayyorlab qo'yganmiz. Endi agar kimdadir xohish bo'lib qolsa, parda qilib medalyon broshkadan qo'yib beraveradi. Ha, qo'yib beraveramiz. Bu komplektimiz ham 12 talik, stoli o'sha xon taxta bo'ladigan hamyonbop bir variantda. Endi akvarium xohlamadi. 320 120 MDF tayyorlangan. MDF taqalingan. Xon taxtalar foydalansa bo'laveradi. Bu komplektimizni 16 million 17 millionga sotilgan. Rekorddagi yap chiqqan paytlarimiz. Ha, sotilgan paytlar. Chiqqan paytlarida. Hozirgacha 15 milliongacha sotilyapti. 15 million 15,5 million ketyapti. Hozir bozor holati. Endi bu komplektimiz endi aytib qo'ydik, gapdan qaytish yo'q. 13,5 million so'mdan xudo xolasa tayyorlab bera olamiz. 13,5 million so'mdan. 12 talikda. Gap yo'q. Lekin bitta olganga ham 10 ta olganga ham shu narxda chiqadi. Shunaqa chiqadi. Haligi 5 ta 10 ta qilmadik. Nechta olsanglar ham shu narxda chiqadi. Aytilgan narxda qilib beriladi do'stlar. Endi buni ham Ravshanbek xohlagan rangini tanlayveradi. Masalan, kimgadir bu material yoqmasa, boshqa material qo'yib berishimiz mumkin. Bu materiallarni misoli klient xohishiga qarab turib, misoli ochiqroq, to'g'riroq, stulni o'zini rangini oq rangda yoki boshqa rangda qilib turib tayyorlab berish imkoni bor. Imkoni bor-da. Ha, endi sex bo'lgani uchun o'zgartirish imkoni bor. Magasin emas akalar, opalar. O'zingizlarga tanlaganlarni qilib beraverasizlar. Mana shu sexda ishlab chiqarilyapti. Birinchi o'rinda maqsaddan aytib o'tib, klientlarda ba'zilarida savollar bo'ladi-da. Endi hammasini yong'oq deyapti. Bular yog'och qayerdan oladi degan savol bo'ladi-da. Bu kraskantayda bilinmaydi, yong'oqmi, boshqa narsami deb o'ylaganlar uchun karkasini ham olib kelib qo'yganmiz, qo'yib qo'yganmiz. Bitta ko'rsatib karkasini ko'rsangiz, yog'ochni farqiga borgan odam karkasini ko'rib turib bilib olsa bo'ladi. Mana hozir yong'oq tayyorlangan, o'zi mana sizig'lari, polnisi hamma joyda karkasi ekan. Qurram karkasi buniki ham bor. Yong'oqda mana shunaqa gullari bo'ladi do'stlar mana. Mana shu joylardan farqlab olaverasizlar, mana ko'ryapsizlar. Haqiqiy yong'oq, 100% yong'oq. U haligi aldab boshqasi bo'lmaydi. Terak deb, misol uchun yong'oq deb turib, ichiga terak qo'shilmaydi yoki bo'lmasa boshqa detal aralashtirilmaydi. 100% yong'oq deyilyaptimi? Yong'oqdan qilib beriladi. Xudo xolasa eng ishonarli usta, birinchi qo'l asosiy telefon qilaverasizlar. Xohlagan razmerlarni mana assortimentlarda ko'rsatib, tanishtirib o'tdik. Eng pastidan tortib eng balandigacha modellar bor ekan. Xohlaganinglarni mana shu joydan topib olsanglar bo'laveradi. Puliga yarashasini topsa bo'ladi, xudo xolasa. Puliga yarashasini topsa bo'laveradi ekan. Xo'p, yana nima ma'lumotlarimiz qoldi? Menimcha hamma ma'lumotlarni berdik. Xudo xolasa telefon raqamlarida Telegram, WhatsApp bor. Bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Ekranga yozib qo'yamiz. Bu obzor uchun Ravshanbek. Senga katta rahmat. Rahmat aka. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.